Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir biz Toshkent xalqaro universitet talabalari bilan birgalikda Krasnogorskga dam olganiga ketamiz. Bizni kuzatishda davom eding. Biz уже yo'lga chiqib ketyapmiz. Hali bormasimizdan oldin qiziqarli voqealar bo'lyapti. Ko'ringlar. Biz lokatsiyaga yaqinlashib qoldik уже. Qani ko'ramiz endi u yoqda nimalar bo'ladi. O'rtoqlar va nihoyat biz dam olishga yetib keldik. Atmosfera zo'r, hammaning nastroyeniyasi yaxshi. Hozir joylashib olib, qiziqarli videolarni olib boramiz. Kayfiyatingiz qanaqa hozir? Yaxshi. Zo'rmi? Ha? Qolganlarni ham kayfiyatini ko'tarishga harakat qilamiz. Yaxshimisiz? Nastroyeniyalaringiz qalay? A'lo darajada. Bugungi kundan nimalarni kutyapsiz? Bugunmi? Aha. Faqat pozitiv kayfiyat, Nimalarni rejalashtirasiz? energiya ulashish, barak uchirish uchun. Aha. Barak ko'tarib keldim. Birga uchiramiz uni. Bugungi kundan nimalarni kutyapsiz? Bugungi kundan ko'p narsani. Masalan, nimalarni rejalashtirib keldingiz? Birinchi o'rinda ot minishiydi, lekin qo'rqaman уже. Mana qo'rqaman. Nastroyeniyalaringiz qalay? Пока что uncha zo'r emas, chunki issiq. A tak уже joy qo'yamiz, manimcha joy bo'lganimizdan keyin ko'tariladi. Bugun nimalar qilaman deb keldingiz? Bugun voleybol o'ynaman deb keldim. Mafia o'ynaymizmi? O'ynaymiz. Zakovat o'ynadik. Yo'q, zakot emas. Quiz o'ynaylik. Tak, o'rtoqlar biz kelishimiz bilan ovqat tayyorgarligini ko'ramiz hozir. Bu yoqda ko'z tegmasin universitetimizni eng zo'r oshpazi Alijon aka hozir bizga osh tayyorlab berishadi. Mazza qilib hozir ko'ramiz. O'zlaridan so'raymiz, yaxshisi nima ovqatligini. Yuringlar. Salomatsiz. Rahmat. Bugun talabalarimiz uchun qanaqa ovqat bo'ladi endi? Bugun talabalar uchun birinchi qozonga olib beramiz. Oh, zo'r. Ikkinchisi xudo xolasa osh qilamizda. Osh. Mazza qilishadi, xudo xolasa. Atirgullar ochdi chiroy. Ana. Atirgullar ochdi chiroy. Ko'ngillar so'roy. Yulduzlar ichida tanho. Yulduzlar ichida tanho. Azizim sen mening azizim. Uchta mafiyada bittasi yo bular yo bular. 100%. Abu Bakr siz kimsiz? Manmi? Odammi? Ovoz beringlar bo'ldi bizga. Uchta mafiyada ikkitasi mana shu bittasi chiqadi. Bizat. Mana. Bir. Tez ko'rsataman. Agar hammasi tayyor. Mana hozir dam olishimiz avjida ketyapti. Biz Kamron akam ikkalamiz hozir mafiyadan chiqdik. Ikkalamiz ham mafiya edik. Shunaqangi o'yin o'ynadik, mazza qildik. O'yin zo'r bo'ldi. Shunaqa o'yin zo'r bo'ldi. Hammani mafiyaligimizga nima deydi? Ishontirmadik-da. Bizani oddiy odam deb o'ylashdi. Keyin shu oxirida bitta neto ish qilib qo'ydik, yutqizib qo'ydik. Lekin oxirigacha bordik. Butun kelgan o'quvchilar polni bizani O'yin zo'r bo'ldi lekin. atrofimizda bizani kuzatib o'tirishdi-da. Bu aktyorskiy edi. Xo'p do'stlar. Emotsiya. Shu yerda to'xtatamiz. Bizda endi ikkinchi taom hozir ko'ramiz. Nima ovqat ekan? Oshpazimizdan so'raymiz. Sizlar o'zi nima deb o'ylaysizlar? Ketib yuringlar. Assalomu alaykum yana bir marta Alijon aka, yaxshimisiz? Qalay bo'lyapti? Bo'lyapti, xudo xolasa mana. Nima ovqat endi bu? O'zimizning milliy oshimizda. Milliy osh. Osh bo'lmasa deydi-ku. Osh ko'tarma bosh. Shunday. Buni hidini aytmaysizmi? Tog'da yana Suvni qarang. Ha, bu o'tinlar bilan, tabiiy o'tinlar bilan boshqacha bo'ladi, baribir. suvni ham qumg'onda qaynatib quyapmanda. Yeganlar darmonda, kemaganlar armonda deyshadi. Go'shtlarni qarang, Arafat go'shtlarini, turishini. Bitta guruch, bitta go'sht bo'ladi-da. Oh, xudo xolasa.
Oxirgi tekshiring. Haqiqiy o'zimizdan jaydari salat. Bugun katta sahnada mana Rahimbek bilan men Shamsiddinman. Mana ustozlarimiz, ustozimiz mana o'quvchimiz ham bor ekan. Mana bugun ehson qiladigan. Ehson 100 kishiga ehson. 100 kishiga. 100 kishiga. Borganda qo'shib. Mana